Assalomu alaykum hammaga. Qashqadaryoga 7 ta apparaturamiz chiqib ketyapti. Bilasizlar, hozir trendda yurgan avtopauzalik apparaturalarimizni juda ko'p sotyapmiz. Sababi klientlarga juda ma'qul kelyapti. Avtopauza oxirgi versiyasidan Bu akamizga Shahrsabzga 2 talik boksimiz chiqib ketyapti. Puskatellik qilib yig'ib berilgan, bonusiga bitta pilisos berganmiz. Qashqadaryo Kosonga 4 ta apparaturamiz va bitta o'sha trendda yurgan mini Suxoy tuman apparatimiz o'rnatib berilgan. Minisida 6 ta hidi bo'ladi. Bilasizlar, kattasining farqi chernettilib bo'lmaydi. Vizik knopkalari bor, NFC kartalar tushadi. Bundan tashqari apparaturalarimizni hammasida klik orqali to'lash imkoniyati bor. Bunisi puskatellik, bunisi esa invertorli qilib yig'ib berilgan. Ko'rishlar mumkin, bizda relaylik modul tizimiga o'tganmiz. Invertorlarni hammasini tezligini o'sha har bitta funksiya uchun telefonda boshqaruv pulti orqali nastroyka qilib ishlatish mumkin bo'ladi. Ichlarni ko'rishlar mumkin, akkuratniy qilib yig'ilgan. Ko'pchilik invertor vazifasi nimaligini bilmaydi. Ko'pchilik tok kuchaytiradi deb o'ylaydi. Tok kuchaytirib bermaydi. Normal tokingiz bo'lsa, apparatura maksimal zashta qilib berishni vazifasini bajarib beradi. Misol uchun fazada toklar pasayib ketgan bo'lsa, errorga tushib qoladi. Berish yozib qo'yilgan bo'ladi bizda. Bu yoqda relaylarga ham har bittasiga nima qayerga ulanganligi yozib qo'ygan bo'ladi. 4 ta apparaturaga invertorli qilib yig'ib berganmiz, bu akamizga puskatellik qilib yig'ib berganmiz. Bitta bonusiga 35 litrlik klassik pilisosimizdan qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Rahmat, barakali biznes.